Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz podpishchilari do'stlar. Bugun Sputnikdan shunday 130 kvadrat hovli joyimiz sotib qo'yilgan ekan do'stlar. Shuni sizlarga ichalari bilan tanishib, obzorlarni ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Shu ikki joyimiz. Bu 130 kvadrat, bergisi 120 kvadrat do'stlar. Ko'chamiz shunday keng ko'cha. Ko'chaga girsangizlar 2-3 choy tushgan do'stlar. Mesela şunu do'stlar gösterib o'tamiz ichallarni. Kiraverib pinkalarimiz yana quyma. Girganimizdan shunday bir hovli bor. Hem bu joyimizda podvallar ham bor do'stlar. Podval ham bor. Shunday ko'rinishdan dafalari plita bilan bostirilgan. Joyimiz shu ahvolda sotiladi. Shudir shunda. Eshikdan girish qismimiz ham shunday ko'rinishda do'stlar. Avtomatlar qo'yilgan, elektromontaj ishlari qilingan. Suv to'shga, gaz to'shga hammasi kelib tayyor turibdi. Girganimizdan shunday chap tarafimizda spalni tushgan do'stlar. Taxta polatilgan millar. Bu yerda sanozilimiz. Sanozilimiz shunday ko'rinishda do'stlar. Bu anda kuxnyamiz ham katta tushgan do'stlar. Shunday ko'rinishda do'stlar. Podvallar bilan ko'rsatib o'tadi. Podvallar bilan shunday ko'rinishda. 1 metrdan ziyod podval bor. Birimiz zeleniy zonamiz, bog'imiz. Shunday ko'rinishda bog'imiz ham. Shunda do'stlar PS bir spalni tushgan PS и hol. Ikkinchi etaji bilan tanishtiramiz. Chiqaveramiz, lesinsalarimiz quyma lesinsalar. Ajoyib, mustahkam. Tepaga chiqqanimizda mansardam bor yana. Tepada tepeye çıkan yerleri. Birimiz pesti spalinin üstü spalnetilingen. Bu tarafımızda zalımız. Zalımızdan gips akarlarından figura bölüp ortası natijli patolog etilingen. Bu yan tarafta yine bir zalımız. İkinci zalımız bu. Xalasanızda spalni. Xalasanızda zal etib qo'yaverasizlar do'stlar. Do'stlar, yana sizlarga gösteramiz degan joyimiz shu. 120 kvadrat bu. Hovli joyimizning kvadrat metri. Pulini kelsak, pulini 520 milyon deb turibdi. Kelishlardan yeri bor. Ekranlardan nömerlerimizi koyamız. Gelseniz de özlerinizi görüp gelişip alaverasizlar do'stlar. Mesela onda like bilan podpisiyatdan chiqarmanglar do'stlar. Like podpisiyat borsanızlar sizlarga shu harakat etamiz. Yaxshi joylarni olishingizda yordam etamiz. Sotishlaringizda joylaringizni. Ekranlardan nömerlerini koyamiz. Kimde kim uy joyini sotmoqchi bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga murojaat etsangizlar, joylaringizni sotishdan, olishdan yordam etamiz do'stlar. Mesela hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Hammaga shunday joylarni olib, o'ynab kulib, to'y tomosha qilib o'tirishni tilaymiz. Yaxshi joylarni olishni Alloh taolo hammamizga nasib etsin do'stlar. Mesela keyingi rolikda görüşguncha deb qolamiz.